so'z bilan tushuntirib bersam, DTP bolada nima bo'ladi? Misol uchun, oddiy sog'lom odamda butun tanani boshqarish uchun, aqlni, ongni, harakatni boshqarish uchun miyaning ichida 20 ta odam o'tiribdi deylik. 20 ta odam o'tiribdi. DTPda shu 20 taning 5 tasi o'lgan. 15 ta qolgan. Demak, 15 ta qolgan odam boshimiz ichida hamma joyimizni ishlatish uchun 15 ta odam 20 ta odamning vazifasini bajarishi kerak. Tushunsan, 20 ta odam vazifasini. Endi, misol uchun, bunga mana bugun shu 15 ta odamning bittasiga sen qo'shning o'lgan qo'shning ham ishini bajarasan deyishimiz uchun, unga oddiy doimiy ovqatni yedirib tursak, uni kuchi yetmaydi doim qo'shnining ham ishini qilishga. Ya'ni bitta odamni ikkita xonadonni ishini bajarishga, ikkita xonadonni yerini chopishga kuchi yetmaydimi? Shuning uchun unga kerakli ozuqani, kerakli ovqatni berib turish kerak. Ya'ni yaxshilab yedirish kerak, qozon kabobni qilib berish kerak-da. Yedirganingizdan keyin endi sen chiqqanda qo'shnini ham yerini chopgan desangiz, o'sha qozon kabobdan olgan kuchiga borib qo'shnini ham yerini chopadi. Ya'ni o'lgan neyronlarning vazifasini qo'shni bajarishi uchun unga baribir dori-darmon kerak. Endi 3 oy o'tganda u qozon kabobni ham kuchi ketadimi? 2 oy, 3 oyda qozon kabobni kuchi ketgandan keyin, ya'ni miyaga bergan dorimizni kuchi ketgandan keyin yana u slabiylashadi-da, yana qo'shnini yerini chopishga kuchi qolmaydi. Bitta bola orqaga ketayotgandek tuyuladi. Shuning uchun DTP tashxisida har 3 oyda nevrologik lecheniya kerak deb aytiladi. Tushundingizmi? Kerak. O'sha o'lgan odamlarning ishini bajarish uchun sog'lomlarga, sizga oddiy tushunchada tushuntirib bersam, o'sha sog'lomlarga dori-darmonni yedirib tursangiz ishlaydi. Endi shunaqa odamlar borki, ya'ni lecheniya qilayotganda borishadi, har 3 oyda lecheniyani olishadi, ya'ni hali ichkarida sog' qolgan, omon qolgan odamlarga, odamchalarga ovqatni yedirishadi, lekin uni ishlashga majbur qilishmaydi. Ya'ni LFK massajga vaqtida olib borilmaydi. Bu nima degani? Bu semirtirib qo'yib, ichkaridagi 15 ta odamni semirtirib qo'yib, ishlatmasdan prosta yotqizib qo'yish degani. Ovqatni yeydi, semirib yotaveradi. Ularni bizga ovqat yegani foydaga bermaydi. Chunki biz ularni har 15-20 kunda massaj LFK ga majburlamayapmiz. Ham yedirish kerak miyaga ovqatni, dori-darmonni. Ana undan keyin semirtirib olganimizdan keyin neyronchalarni keyin ularni ishlashga majburlab turib LFK massajini qilsak, zo'r effekt beradi. Siz nima qilyapsiz? Siz ovqat bermayapsiz-da, o'sha oddiy kunlik moshxo'rda mastava bilan boqyapsiz-da miyani. Moshxo'rda mastava bilan boqib turib, o'lgan qo'shnilarning yerini chopishga majburlayapsiz. O'shaning uchun sizda qilyapti, qilmayapti emas. Ana o'lganning kunidan yerni chopyapti-da, mana neyronchalar qo'shnilarning vazifasini sekin bajarayotgani uchun, как будто sizga rezultat sekin bo'layotgandek tuyuladi. Haqiqatda sekin ham bo'ladi. O'shaning uchun men sizga aytamanki, 3 oyda stabil ravishda lecheniyani olishingiz kerak. Bola uchun boshiga dori-darmonmi, o'sha nima kerak bo'lsa, hammasini qilib turib, har 15-20 kunda LFK massajini olsangiz, bolangiz zo'r.